Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 20-noyabr. Bugungi market tahlilini boshlaymiz. Birinchi yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, bugun dollarga NFP bor ekan. Keyin tentative yana bitta yangilik bor ekan demak. Xo'sh, demak, kunli time frame'ga e'tibor bersanglar, oy, ya'ni noyabr oyini bo'lib oladigan bo'lsak, ochilish va yopilish nuqtasida e'tibor bersanglar, market tahlilida men chiqarishni qachondan boshladim? Mana shu kunlardan boshladim shekilli. Hop, o'sha boshida aytganimdek, oy ochilib pastga liquidity pool, ya'ni target qilingan liquidityni yasab, undan keyin manipulyatsiya qildi ichki liquiditygacha hammani buy ketamiz deb aldab, undan keyin ichki liquiditydan, ya'ni tashqi liquidity tomon market maker sell modelini boshladi. Demak, bizda bias aniq, shu tashqi liquidity bias sifatida ko'ryapmiz. Koordinatasi 1.146-87 zonasi. Shu 87 zona olingunigacha MTF time frame'iga o'tib, ham strukturalar, ya'ni narx reaksiya olishi mumkin bo'lgan, yechilishi mumkin bo'lgan, undan keyin narxda yana bias tomon yurishi bo'lgan nuqtalar, liquiditylar, shularni aniqlab, keyin pozitsiyalarni LTF da market maker modelini ko'rib oqtarsak bo'ladi. Hop, demak, ko'p cho'zmayman, MTF time frame'iga o'tamiz. Hop, MTF time frame'iga o'tib, bugungi kunga e'tibor beringlar. Kechagi kunda o'sha market tahlilida aytilgandek, mana zonadagi PDRE zonamiz narxga reaksiya berishi kerak, shundan keyin pastga tushib ketishi kerak dedim. Va o'sha PDRE zona narxga reaksiya berib, keyin tushib ketdi. Xuddi shunday bugungi kunni high nuqtasini yasaydigan va narx reaksiya olib, o'sha zonadan market maker modelini oqtarsak bo'ladigan PDRE zona sifatida oranjiy bilan belgilab qo'ygan shu imbalans zonani kutyapman, chunki bu strukturalarga baho bersa 10 da 10 struktura emas. Agar kim mentorship kanalida bo'lsa, aytganman, 10 da 10 bo'lishi uchun narx undan oldin bitta liquidityni yechgan, undan keyin asosiy bias tomon struktura bergandan keyin o'shani range'idan qiziqsak bo'ladi, o'sha 10 da 10 bo'ladi deganman, chunki u undan oldin stop losslarni yig'ishtirgan bo'ladi bitta liquidityni yechgan holatda. Xuddi shu price action kecha bo'ldi, e'tibor bersanglar, mana high nuqtani yechib, undan keyin bias tomon MSS bergan, keyin PDRE zonadan market maker sell modeli, ya'ni smart money savdo qilgan puls bilan narx tushib ketdi, katta puls bilan. Va bu 10 da 10 bo'lolmaydi, lekin 10 da 8 deb ko'rsak bo'ladi buni. Bu holatda ham narx reaksiya olishi kerak, chunki bizda biasimizga juda yaqinmiz. E'tibor bersanglar, London candle soat 3 da ochilib, maytdagi liquiditylarni yig'ishtiryapti. Undan keyin ichki liquiditygacha ham harakat qilib, kunni high nuqtasini balki London qo'yar, balki New York qo'yar. Shu PDRE zonaga bir marta teginib, stop losslarni yig'ishtirib NFP, undan keyin katta puls bilan pastga tushib ketishini kutyapman. Ya'ni bugungi NFP sell chiqishini va katta puls bilan chiqishini kutyapman demak. Shunaqa gaplar. M5 time frame'ga o'tadigan bo'lsak, xo'p. M5 time frame'ga e'tibor bersanglar, bizda o'sha range bor. Shu range nuqtadan keyin midnightdan keyin narx ochilib, konsolidatsiyaga tushib, pastga bitta tushib, mana zonani tozaladi. Endi mana minimumlar bilan SMT bo'ldimi, nima ko'ramizmi? Xo'p, demak, dollarda yo'q SMT, GPP вообще boshqa dunyo. Demak, SMT yo'q. Shu zonadagi liquiditylarni yig'ishtirdi. Agar London ko'tarilib, mana zonani olib qo'yadigan bo'lsa, shu bilan tepaga yurishga bitta signal bo'ladi. Keyin tepaga overlap London aralash chiqib, New Yorkda konsolidatsiyaga tushadigan bo'lsa, New York ochilib, bitta tozalab, undan keyin MSS berib, undan keyin PDRE zonadan yana pastga qarab ketishi mumkin. Bugun NFP e'tibor berasizlar, NFP ga bozor kun davomida tayyorlanib, keyin boshqa tushunarsiz, ya'ni setup bermay ketishlar bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas. Bugungi kunda o'zimman agar NFP gacha birorta setup ko'rmasa, NFP paytda savdo qilishni men tarafdor emasman.
NFPdan keyin bozor уже buzilib bo'lgan bo'ladi. Bugungi kunda agar setup bo'lmasa, shunchaki analiz qilib, yevroni tam har kuni analiz qilish kerak-da вообще-то. Bugun NFP, bugun bo'ldi, всё, dam olaman emas. Bugun chartgami, ish kunimi o'tirish kerak, analiz qilish kerak. Setup ochilmaydigan kun bo'lsa ham analiz qilish kerak demak. Shunaqa gaplar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Update bo'ladigan bo'lsa, birorta qanaqadir insight bo'ladigan bo'lsa, men kanalga tashlayman. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Zalga ham chiqinglar. Короче, bankalarni maqtanib qo'yib, sog' bo'linglar.